Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lib ishlovchi pedagoglar. Bugun sizlar bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil 25-avgustdagi 323-son buyrug'iga asosan tasdiqlangan 0801 ish rejamiz ichidagi, ya'ni tarkibida hisoblangan yillik hisobotini qanday qilib tuzishni, qanday qilib yozishni o'rganamiz. Mana bu usti, mana ichida boshlangan, ko'ryapsiz. Hamma narsalar, ya'ni maydonlarning tozaligi, necha marta tashkillanishi yozib boriladi. Bu yerda mana sport zalni maydonchalar holati, undan keyin mana maktabgacha ta'lim tashkilotida nechta guruhlar bor, ular qaysi guruhlar, nomerlari va qaysi sport musobaqalari o'tkazilgan, bu shahar miqyosidagilar. Undan tashqari yillik reja asosida tashkillangan sport musobaqalari, sport festivallari, turli xildagi estafetalar, ommaviy tadbirlar, ota-onalar bilan birgalikda o'tkaziladigan tadbirlar va 0802 ish hujjatlarini qayd etib borilganligi haqida ma'lumot. Mana ertalabki gimnastika o'tilganligi va yil davomida, ya'ni o'quv yili davomida qanaqa sport musobaqalarida qatnashgan bo'lsalaring, xuddi shunday, balki ochiq dars o'tgandirsizlar, uni rasmlari, fotolavhalari, har bitta nimani hisoboti, o'tkazilgan musobaqani birgalikda rasmlari bilan joylab borilgan. Mana bu yerda mana tadbirlar, 14-yanvar, milliy o'yinlar. Undan tashqari mana yerda hisoboti ham ketgan, shahar bosqichida qatnashgan bolalarning familiya ismlari, nechinchi o'rinni egallaganliklari haqida ham hisobot yozib ketilgan. Har bittasida xuddi shunday bor. O'zlaringdan kelib chiqqan holatda bu nechta list bo'lishi o'zlaringga bog'liq, ya'ni rasmlar, hisobotlar bilan birgalikda. Mana bu yerda esa oxirida o'quv yili davomida o'tkazilgan mashg'ulotlar qanday o'tkazildi, shikastlanganlar, jarohat olganlar bo'lmadimi, ular rag'batlantirib borildimi, oxirida ushbu haqida ham hisoboti bor. O'zlaringni bog'chalaringdan, o'zlaringni ishlaringdan kelib chiqib bu yerdagi rasmlar, bu yerdagi hisobotlar o'zgarishi mumkin. Masalan, ochiq dars mavzulari o'zgarishi mumkin. O'zlaringga moslagan holatda yozib olishlaring mumkin. Shu asosida, ya'ni rasm va hisobotlar asosida yillik hisobotimiz 9 oylik tuzib olinadi. E'tiborlaring uchun rahmat.